Stent qo'yilgandan keyin ham 1 yildir, 2 yildir yoki 5 yil, 10 yil, 20 yil yaxshi yurganlar ko'rganmiz. Og'riqlar har bitta odamda og'riq sezish holati har xil bo'ladi. Misol uchun kimdadir yurak ishemik kasalligi to'sh orti yoki ko'krak qafasida achishuvchi og'riqlar bilan, kimdadir qisuvchi og'riqlar bilan, kimdadir bosib turuvchi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Bemorni koronar qon tomirida bemor hayotiga xavf solishi mumkin bo'lgan darajadagi torayishlar aniqlanadi. Unda stentlash amaliyoti yoki bevosita o'sha ochiq operatsiyani aorta koronar shuntlash amaliyoti tavsiya etilishi mumkin. Assalomu alaykum. Abdurauf aka, hozir mana ko'rib turibmiz, koronografiya amaliyoti bajarilmoqda, ya'ni tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. O'zi bu tekshiruv nimadan kelib chiqib tavsiya beriladi bemorlarga va bu orqali nimalarni aniqlab olamiz? Tushunarli. Avvalambor assalomu alaykum. Hop, koronografiya tekshiruvi bugungi kunga qadar yurak ishemik kasalliklarini tashxislashni oltin standarti hisoblanadi. Albatta har bitta tekshiruvda bo'lgani singari koronografiya tekshiruviga ham bemorlar saralab olinadi. Ya'ni nimaga asoslanib? Avvalambor biz bemorni birlamchi ko'rgan paytimizda yurak ishemik kasalligi bor yoki yo'qligiga tekshiramiz, so'rab surishtiramiz va qo'shimcha birlamchi tekshiruvlar, EKG, echo kabi tekshiruvlar qilinadi va asosiy moment bu yerda bemorni shu kasallikka nisbatan bo'lgan shikoyatlar. Agar biz bemorda shu kasallikka bor degan shubhaga boradigan bo'lsak yoki shunaqangi birlamchi tashxis qo'yiladigan bo'lsak, mana shu tashxisni asoslash va aniqlashtirish, ya'ni bizga ma'lumki, yurakni qon bilan ta'minlaydigan 3 ta tosh tomiri bo'ladi. Shu tomirlar holati qay darajada, bemor yuragiga qay darajada xizmat qilyapti bilib olish uchun bu tekshiruv qilinadi, ya'ni koronografiya tekshiruvi. Keyingi bo'ladigan rejalar mana shu tekshiruvni bevosita xulosasiga chambarchas bog'liq. Tushunarli. Abdurauf aka, demak koronografiyaga tavsiya qilingan bemorlarda asosiy shikoyat og'riqlar nimalardan iborat bo'ladi? Bilasizmi, og'riqlar har bitta odamda og'riq sezish holati har xil bo'ladi. Misol uchun kimdadir yurak ishemik kasalligi to'sh orti yoki ko'krak qafasida achishuvchi og'riqlar bilan, kimdadir qisuvchi og'riqlar bilan, kimdadir bosib turuvchi og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Va eng asosiy moment bu yerda ko'plab bemorlarda mana shu shikoyatlarni jismoniy harakat paytida kuchayishi. Mana shu holatlarda biz yurak ishemik kasalligiga shubha qilishimiz mumkin. Tushunarli. Koronografiya xulosasidan keyin qanaqa yo'llar tanlanadi? Ya'ni qanaqa rezultatlar aniqlasa bo'ladi bu analiz orqali? Misol uchun aytdingiz, asosiy 3 ta qon tomirlar tekshiriladi dedik. U tomirlarda qanaqa muammolar kelib chiqadi va undan keyin qanday amaliyotlarga tavsiya beriladi bemorga? Tushunarli. Umumiy olib gapirganda tekshiruv natijasida chiqishi mumkin bo'lgan natijalarni bir necha guruhga bo'lib olamiz. Birinchi guruh tekshiruv qilgan paytimizda bemorni tosh tomirlarida ma'lumki yaxshi bo'lishi mumkin, ya'ni toza chiqishi mumkin yoki shu tomirda qaysidir darajada torayishlar aniqlanishi mumkin va bu hali gemodinamik ahamiyat kasb etmasligi mumkin. Bunaqangi holatlar birinchi guruh bemorlari sanaladi. Bunaqangi bemorlar dori-darmon bilan keyinchalik kuzatib boriladi, ya'ni olib boriladi. Ikkinchi turdagi bemorlar bemorda koronar qon tomirlarining holatiga qarab turib, ya'ni bemorni koronar qon tomirida bemor hayotiga xavf solishi mumkin bo'lgan darajadagi torayishlar aniqlanadigan bo'lsa, unda stentlash amaliyoti yoki bevosita o'sha ochiq operatsiyani aorta koronar shuntlash amaliyoti tavsiya etilishi mumkin. Bularning hammasi bemor hayot sifatini yaxshilash uchun mo'ljallangan va shunga asoslangan holda tavsiya etiladi. Stent qo'yish amaliyotida, ya'ni stent qanchadir muddatga qo'yiladimi? Uni ya'ni yoshi bormi, davri bormi stent? O'zi asosan bu ko'plab misol aholi o'rtasida beriladigan savollardan bittasi hisoblanadi. Men ko'pincha bemorlarga shundoq tushuntiraman-da. Misol bitta tomir, mana bu misol siz ko'rib turgan tomir yurakning 10 koronar tomiri bo'ladigan bo'lsa, tasavvur qiling, shunda 90% torayish bor. Sizni gapingiz bevosita savolingiz, ya'ni stentda garantiya bormi, yo'qmi degan masalaga ham ulanib ketadi-da. Tabiiyki, mana misol uchun tomir hech qachon torayish bilan tug'ilmaydi odamda. Ya'ni sog'lom, tekis va qon oqimi 100% ta'minlangan holatda tug'iladi. Lekin shu tomirda ham mana yillar o'tishi bilan
yomon xolesteringa tomir ichi to'lib torayishga sabab bo'lyapti. Ha. Ya'ni insonni o'zini tabiiy tomiri shu holatga kelyapti. Endi stent qo'yilgandan keyin ham bu jarayon davom etishi mumkin. Ya'ni stent qo'yilgandan keyin ham 1 yildir, 2 yildir yoki 5 yil, 10 yil, 20 yil yaxshi yurganlar ko'rganmiz. Mana shu holat davom etadi. Endi uni qancha vaqt xizmat qilishi bemorni o'ziga, rejim saqlashiga, dorilarni o'z vaqtida qabul qilishiga, yashash tarziga, umuman oziq-ovqat, ichayotgan suv hamma narsaga, omillarga bog'liq. Kimdir shu amallarga to'liq rioya qiladi va yaxshi holatda uzoq yurishi mumkin. Kimdir amal qilmaydi va natijasi ham o'laroq shunga yarasha bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni qisqa qilib aytganda yagona bir raqam yo'q bu yerda. Hammada har xil. Men sanab o'tgan narsalar esa mana shu bemor uzoqroq vaqt yaxshi yurishini ta'minlaydi. Agar shularga amal qilsa o'zi.